Buni ko'ring avvalambor akalar. 130 buqa. Yana o'sadi adashmasam bu. Ha, xudo xolasa o'sadi ham, semiradi ham. Buqani chempionlar uka, qarang badanni. Uzunligi ham uzun, yo'g'onligi ham yo'g'on, bo'yni ham bor buqalar xudo xolasa. Haqiqatdan baquvvat buqa. Buqa asli yemga tayyor, bosib beraverasiz xudo xolasa, o'zi yolaveradi. Oh, mana holatlari. Mana Novvosklarni ko'ryapsizlar, shaqlarni ko'ryapsizlar, baquvvatligini. Kuragi bor, Alisher? Yo'g'i? Ha, kuragi bor. Kuragi bor. Akalar, mana kuragi bor ekan, lekin haqiqatan uzun. Xudo xolasa, agar kuragi bo'lsa juda ham zo'r o'zgaradi endi. Xudo xolasa. Yomon bosadi-da. Ha. Mana shu buqa ham svet chiroyli ekan. Ha, o'zi ham polvon buqada, qarang bo'yinlarini. Qarang holatlarini. Mana holatlar, uzunligi uzun, ayol qo'l baquvvat. Bugun erta tongdan video boshladik akalar, soat 10:30larga inshaalloh chiqarib beramiz. Buqalar to'g'risi qorni och qoringa qo'yilyapti. Inshaalloh kelaverasizlar, yedirib, ichirib, xudo xolasa kelib, ko'rib, ishonch hosil qilib, ishonchli joydan xarid qilaverasizlar. Barchaga assalomu alaykum, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Yemga tayyor buqa bo'lsa olardim deganlarga aka-ukalar, video toshilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Buzoq narxida buqalar chiqadi inshaalloh. Buqalar sifatini ko'ring, orqa oldini ko'ring. Mana buqalar akalar. Xudo xolasa bozorga solishtirasiz, chiqayotgan videoga solishtirasiz. Inshaalloh kelaverasizlar. Mana qaranglar buqalarni. Mana shu buqalarni akalar, o'zingizni xonadoningizda olib chiqib bozorga olibsiz, necha pul deysiz? Siz taxmin qilib turing. O'sha narxda siz o'ylagan narxdan ham ancha arzon chiqadi xudo xolasa. Biz bugun Andijon viloyati, Andijon tuman Arilishdamiz. Arzonchi Abduqodir akamni mini fermasidamiz. Bugun 12 bosh buqalar bor. Buqalarda birinchi o'rin baquvvatligiga e'tibor beringlar akalar. Baquvvatligiga, orqasi kengligiga, bellari putunligiga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa buqalar juda ham baquvvat buqalar. Son 12 bosh deyapmiz. Donlab so'rayotganlar juda ham ko'p bo'lyapti ekan. Doim optim akamiz chiqaryapti. Xudo donlab kelgan bugun narx-navo zo'r qilib aytadi. Optimga ham oxir narx-navo aytib qo'yamiz. Kimdir optim shu 12 tanesini olib qo'yaman yoki shu 6 olib qo'yaman deganlariga qaranglar, bundan bir partiya, bu ikkinchi partiyasi. Xudo xolasa videoni to'liq ko'ringlar, layklarni bosib turinglar. Sizlar uchun yana talashib video qilib beraman. Xudo xolasa bugun dushanba kunlikda 10-avgust bo'lyapti. Kim buqa istab yurgan bo'lsa, kecha bozorga chiqdi, buqa topolmadi yoki narxi tushmadi. Xudo xolasa narxiga tushadi. Buqalar baquvvat. Hamma buqa baquvvat bo'lgandan keyin hammaga tushsa kerak menimcha mamda akalar. Xudo xolasa buqalarning sifatini kuchligiga qarab e'tibor beraverasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alisher qori, obunachilarga salom. Salomat bo'ling aka. Yaxshimisiz uka? Rahmat. Son 12 bosh aka. 12 bosh uka. Obunachilar ko'p kutilmaymiz. Aha. Hammani misol toqati yo'q, to'g'risi o'zimizda toqatimiz yo'q. Londonda ma'lumotlarni berib aka. Xudo xolasa bo'ylari mashinasi 1.30. 1.30. Bular 1.25 dan chiqaradi uchalasi. Buni chiqmashi mumkin, lekin sortiga olsin. Ha, Shved. Bu 1.25 plus. Bular 1.20 ga plus minus ikkalasi. Bunisi yetmay qolishi mumkin, bunisi oshiqroq. Tushunarli. Akalar eshityapsizlar. Bular ham 1.20 ni bosadi xudo xolasa uchalasi ham. Endi buni bittadan yechib ko'rsatib beramiz. Alisher oyoq qo'llari qanaqa bo'laveradi. Akalar, xudo xolasa sizlar ko'p kuttirmaymiz. Bittadan yechib turib sizlarga ko'rsatib beramiz-da. Mana shu 1.30 lik buqa, mana shu buqa. 1.30 lik. Mana bo'yi. Mana. Tak. Uzunligi, holatlari, uzunligini ko'ring avvalambor akalar. 1.30 lik buqa. Yana o'sadi adashmasam bu. Ha, xudo xolasa o'sadi ham, semiradi ham. Bo'yin boshlagan. Ayoqlarini bir ko'rib qo'yinglar mana tuyalarini. Baquvvatligi. Toy tuya, stakan tuya. Mana qarang, jonivorsiz. Gap. Agar hali nima sahar video qilyapmiz, xudo xolasa 10:30 ga chiqadi video. Hali yemadi ishlasasiz. Yo'q, obunachilar kelguncha qonunlarni chiqarib xudo xolasa uka. Sen neraqa tortishsa, keyingisini olib kirgani qiylanmaymiz. Akalar, ertadan video qilyapmiz-da. To'g'risi ulgurmadik. Endi kutib qolmaylik dedik. Xudo xolasa mana holatlar. Xolasini ham yechib ikkinchidan. Xo'p. Buqani chempionlar uka, qarang badanni. Uzunligi ham uzun, yo'g'onligi ham yo'g'on, bo'yni ham bor buqalar xudo xolasa. Haqiqatdan baquvvat buqa. Mana holatlar. Ko'ring. Sifatni ko'ring, baquvvatligini ko'ring. Mana. Xudo xolasa aka-ukalar kundan kun kilo qo'shaveradi. Ha, xudo xolasa. Inshaalloh buqa asli yemga tayyor, bosib beraverasiz xudo xolasa, o'zi yolaveradi. O'nganlarni ko'ring mana. Gap yo'q, bo'ylavering aka. Lekin eshak qorin yo'q bu yerda. Yo'q, xudo xolasa qorin solgani yo'q buqalar ichida.
Voy jonivor. Yomon kachov buqa ekan, baquvvat bir buqa xil ekan. ekan haqiqatdan akalar. Orqa oldi bir xil shularni aytadi. Va shveti ham Shvet. toza narsa. Ha, endi Shvedda akalar bilasizlar, kichkinasi ham qanaqa narx turishini. Mana shuni ko'rsatib beraylik. Keyin ma'lumotini aytib Aytib beramiz. beramiz, sizlar narx ko'taramiz aka. Bolalar. Cho'zib olmaylik yana. Mana Shved aka. Oh. Mana holatlari. Mana Novvoskalar ko'ryapsizlar, shaqlarni ko'ryapsizlar, baquvvatligini. Kuragi bor, Alisher? Yo'g'i? Ha, kuragi bor. Kuragi bor. Akalar mana kuragi bor ekan, lekin haqiqatan uzun. Xudo xolasa, agar kuragi bo'lsa juda ham zo'r o'zgaradi endi. Xudo Yomon xolasa. bosadi-da. Tuzuqli yemagan bo'lsa kerak bu. Kim biladi endi? Akalar, oldingda. Tuz yemagan sababiga kuragi bor-da buni. Endi akalar siz o'zingiz berasiz. Xudo xolasa, go'shtdor, asli do'kon bor, buqa bo'ladi xudo xolasa. 120 chiqadi bo'yi. Ha, o'shaqa. Minus emas, plusi ham bo'lsa kerak. Aka-ukalar, buqani baquvvatligiga e'tibor bering. Mana ko'kotni ham yeyapti. Xudo xolasa, nima demoqchiman? Bir buni yaxshi semirtirsangiz, foiz ko'p beradi. Xudo xolasa. Qosob akalardan ayat topmasdan olib ketadi buqani. Kuragi chiqibdi akalar buni. Kurak bosdi. Shunday berasiz, ko'p baxmaysiz. Uzog'i 3 oy baqasiz. Uzog'i 3 oy. Alisher, Xo'p aka. To'rovga aytaymi-ku? Mononisi ham kam emas. Kuchli bo'lsa kuchli, yosh bo'lsa emas. Eng yosh shu. Qolar ichida. Mana akalar bo'yinni ko'ryapsiz, uzunligini, holatlarini. To'rov buqa ham beldor, baquvvat, qo'pol, orqalari keng. To'rov bir jup bo'lsa ham bo'ladi ekan, donlabga ham boshda aytib qo'yamiz. Jupga ham zo'r ketaveradi. To'rovni aytaymi, Alisher? Bo'ladigan qilib aytaymi? Qanday eshitilasizki, to'rovni? Bo'ldi. Bu baslarni eshitdik. 27 emas, 26,5 milliondan berishsin-ku. Bir joyga to'rovni. Ha. Xudo xolasa, tanlab olishga, tanlab olishga. Tanlab olishgami? Ha. Tanlab olishga mashikani puli baland-ku. Aha. Necha pul? Hop. 27 dan bersin. 27 dan. Xo'p, 27 dan o'tib berasiz. Keling, O'tib beramiz. to'rovni gaplashamiz endi siz bilan. To'roviga 26,5 million, 27 emas, 26,5 milliondan. 27 dan tanlab olsin deyapti. To'g'rimi aka? Yana o'tib berasiz. Yana o'tib berasiz. To'g'rimi? Aka, keling 26,5 dan optimga demang, boshqa ayting. 1 million tushib berasiz 25,5 dan. 25,5 milliondanmi? Olmadi menga. Ya nimaga? Aka, 25,5 milliondan. Boshida aytdim-ku, bozor narxida, xudo xolasa deb aytib o'tdi. Doim Bu chiqaryapsiz. buqalarni ko'rdingizmi, Alisher? Doim chiqaryapsiz-ku. Bozor narxi qilmaylik, uka, bozor qilmaylik. Mana 26,5 27 baho aytaman. Gapingizga gap aytaman mana 25 million 500 dan dedingizmi? Vodiy bo'lib, to'rovni bir joyga yetkazib beradi. 25 million 500 ming so'mdan to'rov bir joyga ulgida. Tanlab olishga 27 dan o'tib beramiz. Ha, o'tib beramiz. Ha, gap yo'q. Xudo xolasa, tanlab olishga 27 dan o'tib beradi. Akalar, bu qadarda ko'ryapsizlar, 25 million 500 ming so'mdan ichida shveti ham ketyapti aka. Bu ham ketyapti, bu ham ketyapti, 130lik buqa, bu ham ketyapti. Akalar, xudo xolasa, endi bu ikkovi abdenda mashikalar. Yozib qoldiringlar, kommentariy ochiq. Bu ikkovi jup. Bu ikkovi jup, ha. Mana shu buqa ham sveti chiroyli. Ha, o'zi ham polvon buqada, qarang bo'yinlarini. Holatlarini. Mana holatlar, uzunligi uzun, oyog'i qo'l baquvvat. Xudo xolasa, yemga tayyor, bo'ybastlari 120 chiqib qolar ekan aka. 120 ga boradi xudo xolasa, uka bu ham. Yana o'simi bor bularda. Ha, o'sadi bular. O'sadi, semiradi. Ikki tarafdan ketaveradi. Ikkovi bir jup ekan aka. Ikkovi bir jup. Bo'ybastlari ham xudo xolasa. Uni qarang, peshonasi oqdi qarang. O'ta baquvvat buqa mashina. Qarang, haqiqatan. Ko'rsatmaymi buni ham? Yelkasini qarang. Bu 120 ga borib bermasa kerak mana shu buqa. 115 mo'ljallab olsin bunisini. Lekin 115 kam emas. Kam emas. Oshiq bo'lsa oshiq kam emas. To'g'risi, arzonchi Abduqodir akam bo'yda ancha pasaytiradi, to'g'risi. Men ko'p video qilamiz. Nimaga hijolatchilik bo'lmasin deydi-da. Ha, endi buni onlayn oladigan ham bor-ku. To'g'ri. Musofirda akalar hijolat bo'lib qolmasin deydi. Mana hozir. Men mo bu kanal 120 deb qo'ysam bo'laveradi. Lekin 120 misol uchun telefonda 120 dan oshgan ko'rinishi mumkin-da. Misol uchun akalar, lekin buqa men qarang. Mana holatlari 120 ga yaqin, xudo xolasa go'shtdor bo'ladigan, ikkovi bir jup ekan. Sifati yaxshi emas buqani ham. Aka, haqiqatan buqalarni parletda bunisi. Akalar, buqalar parledi, kuningiz yoqadigan buqalar olib keladi. Qarang, bu narxini eshitdi zamon 25 million 500 ming so'mdan qilyapti, xudo xolasa, to'rovni. Endi eshitamiz. Qanaqa qilib aytay bo'ladi, Alisher?
Ikkovini jup ayting aka. 25 dan desam nima deysiz? 25 dan qimmat bo'lib ketadi. Voy, keling uka. Keling. Oldi qochsa yo'q, kamini so'ramaysiz. Chiroyli qilib beraman o'zi. Obunachilaringizga telefon qilishsin, xohlasa kelib ko'rsin, xohlasa jo'natib yuboring desin, 23 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab yetib boradi uka. Keling. Yo'q, uka. Dastlabki qilib berasiz. Ya dastlabki qilib beraman. Uka, muammo yo'q, bitta o'zini olsin, dastlabki qilib beraman. Keling. Yana gapiraman. Tanlab olish 23 million 500 ming so'mdan berasiz. Ha, olsin uka. O'zi bir-biridan farq qilmaydi bu mollar. Berasiz-da. Bittasini bo'yi mindayroq, yo'g'onroq, bittasi salatliroq, uzunroq narsa. 23 million 500 ming so'm tanlab olasiz. Jupiga ham 23 million 500 dan bo'lyapti. O'shamda 47 bo'lyapti, to'g'rimi aka? Ha. 47 million so'm uyingizga boradi, xudo xolasa. Akamni qo'lini xayri bor. 100 million tushib bersa 200 ming tushib beradi. Mana shu bir dalavoy molda, yech berdi. Bumi? Ha. O't yurganding. O'tda yurgan mol. Bir dalani mol. Qarang, turibdi. arqonga tushmagan. Oyoq qo'lini ko'rasiz. Va oyog'ini ko'rib maza qilasiz. Bu qarang. Oyoq qo'llarning uzunligi. Suvoyi ham katta mol. Ha, вообще. Bu qarang. Maqsad, mol boqishdan maqsad ko'p qaytaramiz, foyda qilish. Aka, mol tanlashda adashmang. Arzonni olib baqing. Xudo xolasa baraka topasiz. Olishda sotishda adashmasa, xudo xolasa sabablarni qilasiz. Mana uzunligini ko'ryapsiz, holatlarini ko'ryapsiz. Mana oyoq qo'li salomatchiligi hamma yo'g'i joyida. Akalar, bo'yi 120 dan kam emas shu bukani. Kam emas, ha. Kam emas. 120 chiqadi. Mana holatlar. Haqiqatan oyoq qo'l uzun buka ekan. Akalar, shunga yem bering-da. 2 oy bering, bir eslab qo'yasiz gapimni. Shunaqa o'ziga oladi, tanimaysiz bu qo'yni. 2 oydan keyin. Endi Alisher, bu ikkovini juplaymiz. Aha, ikkovini. Ha, yechmay qol. Qora bilan ko'rsatdik-ku, to'g'rimi? Buni sulagi yo'g'on-da, buni ancha. Akalar, oyoq qo'li ham baquvvat. Endi videoda boshida aytdik, ko'p kutib oryapmiz. Jalba tushyapti obunachilardan, shuning uchun tezroq aytyapmiz. Aka, ikkovini. Ikkovini 22 dan emas bo'pti-ku. 22 dan qo'ymoqchi edim. 21,5 milliondan bersin. 21,5 million. Ha. Doğrusu, hayrini ozgina hayrini qilib beraman. 43 bo'ladi. 43 bo'ladi. Keling, 500 dan tasho'raylik. 21 dan to'g'ridan ketishsin. 21 milliondanmi? Ya 21 dan emas, uka qarang. 40 aytdim-ku. 43 millionga hayrini qilib beraman. 42 ni ustiga yurganga xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Akalar, 42 million so'mda ustiga yurganga beriladi, bo'ylari 120 dan kam emas. Hurmatli tomoshabinlar. Xo'p, akalar. Endi bu ikkovi Alisher, bu ikkovi par. O'zi asli onalarga qo'shib qo'ysak ham bo'ladi bu onani. Bularga ham bo'ladi. Buni endi olinish sherigi bor-da. O'z-o'zini parlab qo'ydikda, shuning uchun sherik qilib. Akalar, qop-qora shoxini kuydirib qo'yganmi deyman-da. Kim biladi, endi gibridlashib qolgan-da Alisher. Sulaylarni ko'ringmi oldi? Kimdir shuni angus sotish mumkin-da. To'g'ri. Bu mol ham qarang, zagonda yurgan mol shekilli. Bu ham sorti bor. Xudo xolasa orqalarini ko'ring, bellarini ko'ring. Jonivor. Uzunligini ko'ring. Mana-ku. Ko'ryapsiz-a, bukani. Buni sherigi mana quloq zirg'asi bor, sherigi. Mana holati. Boylaring uzunligini qarang, buni. Ha, uzun narsada. Mana. Shaqa o'smaydi akalar, shunday qoladi. Kuydirilgan bo'lsa kerak, bellar. Kuydirilgan shekilli. Yo'g'on narsa. Ikki jup. Mana qarang, bellar endi buni. Oldi qochdi qilmaya bo'ladi, Alisher. Hali bozor 24 23,5 emas. Uka 22 million so'mdan vodiy bo'ylab yetib boradi mana shu mollar. 44 millionga. 44 millionga. 44 millionga xayr zinatingiz ham bor. Yaxshi aytdingiz, naqd. Yo'q, o'zi yaxshi aytdim-da. Ziynati bor. Uka 44 milliondan nimadir o'tib bera olishim mumkin, ha. Lekin bitta moldan 3-400 million o'tib bera olmayman. Tushunarli. Akalar, naqd juda ham zo'r aytyapti, ko'ryapsizlar. 44 million so'm. Tanlab olish 22 dan beraveramizmi? 44 ketib qoldi hozir. Beramiz uka. Beramiz, ha? Beramiz, davay. Gap yo'q. Endi nisbatan kichikroq, lekin bular menga tayyor. Bular akalar tez tayyor bo'ladi, bular ham xudo xolasa baqaverasiz. Buni qarang, bellarini ko'ring, buni ko'ring. Ikkovi jup. 1.15 xudo xolasa mashlar bo'ladi. 1.15. Lekin yo'g'on bu qadar. Maloni siyla baqbaqalar ham osilib ketgan bu. Yo'g'on. Bo'yinni qarang, hozirda. To'g'ri. Xo'p, jupiga chiqarimiz bularni, kelib ko'rishaveradi. Jupiga 36 million bersin. 36 million. Ha. Har ekamini qilib beraman, chiroyli qilib o'ziga. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Bu o'ziga o'tib bering. Ertalabdan. So'ramayman Alisher. Ertalabdan oxirgisiga butun tushavering, 1 million tushaylik. 35 o'ziga o'tib bergin bor tash bo'ldi. 500 dan tushadi shunday ham aka. 500 dan tushasiz. Bo'ldi, 35 million ketdi. 35 million so'm. Akalar, mana shu ikkovini 35 million so'mga ketyapti.
35 million so'm bo'lsa 17,5 dan ketadimi, 18 dan ketadimi? 17,5. 17,5 dan akalar, to'q hisobim chiqmay qoladi mana shu buqalar ko'rib. To'g'risi akalar, 17,5 million so'mdan ketyapti bu buqalar. Aka, endi Tanlab olishga unaqa emas, ikkovining narxi ikki xil. Minusi bor. Plusi bor. Kelarsin ustiga kelishamiz. Akalar, lekin aka-ukalar telefon pauza bo'lib qoldi. Kun issiq bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Xullas, aka-ukalar kelaverasizlar, buqalarni ko'rdilaringiz. Xudo xolasa narx-navosi ancha arzon qo'ydi. O'zbekiston bo'ylab berilaveradi. Sizga buqa narxi tushgan bo'lsa, buqalar tushgan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Postoyanno shu arzonchi Abduqodir akamda shunaqa puli arzon buqalar bo'ladi. Ulg'amligida kelaverasizlar. Olgan odam baraka topsin. Salomat bo'linglar.